Fermerlar uchun ishlab chiqarish xarajatlari keskin oshmoqda. Xorazmda parrandachilik sohasida yangi investitsiya loyihasiga start berildi. O'zbekiston va Gruziya qishloq xo'jaligi sohasidagi hamkorlikni kengaytirmoqda. Qishloq xo'jaligi tizimiga oid haftaning muhim voqea hodisalari tafsiloti bilan Agronews dasturi yana e'tiboringizda. Mazkur hafta joriy mavsumga doir amalga oshirilayotgan agrotexnik ishlar samaradorligini o'rganishga bag'ishlangan rasmiy tashriflar, uchrashuvlar hamda tizim rivojiga yo'nalgan hamkorlik kelishuvlariga boy bo'ldi. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va yaqinlaringiz bilan ulashing. Biz boshladik. Dunyo qishloq xo'jaligi tarmog'ida ishlab chiqarish xarajatlarining o'sishi fermer xo'jaliklari faoliyatiga tobora kuchli bosim o'tkazmoqda. Xalqaro tahlillarga ko'ra, yoqilg'i, mineral o'g'it, logistika va energiya narxlarining qimmatlashuvi agrar mahsulotlar tannarxini sezilarli darajada oshirmoqda. Mutaxassislarning qayd etishicha, bu holatning asosiy sababi Yaqin Sharqdagi geosiyosiy keskinlik va Hormuz bo'g'ozi orqali o'tadigan jahon mineral o'g'it eksportining 30% dan ortig'i vaqtincha uzilishi bilan bog'liq. Natijada o'g'itlar narxi keskin oshib, ayrim mamlakatlarda import hajmi deyarli to'xtab qoldi. AQSh hukumati vaziyatni yumshatish maqsadida ichki ishlab chiqarishni kengaytirish uchun $500 million ajratdi. Mablag' mavjud korxonalarni kengaytirish va yangi o'g'it ishlab chiqarish quvvatlarini barpo etishga yo'naltiriladi. Shu bilan birga karbamid narxi 55% ga, boshqa azotli o'g'itlar esa 33% ga qimmatlashgani qayd etilgan. Bunday xarajatlar fonida ko'plab fermerlar o'g'it xaridini qisqartirishga majbur bo'lmoqda. Bu esa 2026-2027 yilgi hosildorlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Qishloq xo'jaligi vaziri Ibrohim Abdurahmonov Sirdaryo, Jizzax, Samarqand va Toshkent viloyatlariga tashrif buyurib, hududlarda amalga oshirilayotgan agrar islohotlar holati va ularning samaradorligi bilan tanishdi. Tashrif doirasida paxta va g'alla maydonlari ko'zdan kechirilib, agrotexnik tadbirlarning borishi, ekinlarning holati, rivojlanish ko'rsatkichlari, g'alla o'rim-terim ishlari bo'yicha joriy etilayotgan yondashuvlar kabi muhim masalalar muhokama qilindi. Bundan tashqari, hududlarda yetishtirilayotgan boshqa turdagi qishloq xo'jaligi ekinlari, xususan rezavor mevalar plantatsiyasi ko'zdan kechirildi. Mevalarning yetilish jarayonlari atroflicha o'rganildi. Tashrif davomida Ibrohim Abdurahmonov intensiv bog'larda yetishtirilayotgan anor va olma mevalarining ayni holati bilan ham tanishdi. Ekinlarni sog'lom va serhosil rivojlanishini ta'minlashga doir tegishli tavsiyalarni bildirdi. Shuningdek, vazir joriy yilning 30-iyun Yoshlar kuni munosabati bilan prezidentimizning faol, tashabbuskor va iqtidorli yoshlar bilan o'tkazgan ochiq muloqotida asalarichilikni rivojlantirish bo'yicha takliflar bildirgan yosh tadbirkor Fazliddinxo'ja Ahmedov bilan uchrashdi. Unda asalarichilikni zamonaviy bosqichga olib chiqish, ishlab chiqarish hajmini kengaytirish hamda eksport salohiyatini oshirish masalalari muhokama qilindi. Suhbat davomida yosh tadbirkor Turkiya va Polshadan zamonaviy asalarichilik uskunalari hamda innovatsion asalari uylarini olib kelish, asalni qayta ishlash va qadoqlash bo'yicha ilg'or texnologiyalarni joriy etish yuzasidan o'z takliflarini taqdim etdi. Shuningdek, asal va boshqa asalarichilik mahsulotlaridan biologik faol moddalarni ajratib olish, ularni tibbiyot va farmatsevtika sohalarida qo'llash hamda yuqori qo'shimcha qiymatga ega mahsulotlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish yuzasidan ham takliflar ko'rib chiqildi. Muloqot yakunida vazir mazkur tashabbuslarni tizimli amalga oshirish maqsadida maxsus ishchi guruh tuzish bo'yicha topshiriq berdi. Tashrif davomida Samarqand viloyati hokimligi binosida video konferensiya aloqa shaklida keng qamrovli seminar tashkil etildi. Vazirlik mas'ullari, viloyat va tuman hokimlarining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosarlari, respublikaning barcha hududlarida faoliyat yuritayotgan fermer xo'jaliklari, paxta to'qimachilik klasterlari rahbarlari hamda soha mutaxassislari ishtirok etgan mazkur uchrashuvda qishloq xo'jaligida amalga oshirilayotgan islohotlar, agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida va sifatli bajarish, g'o'za parvarishida ilmiy asoslangan yondashuvlarni qo'llash, hosildorlikni oshirish hamda zamonaviy agrotexnologiyalarni ishlab chiqarishga keng joriy etish masalalari muhokama qilindi. Vazir hududlardagi mavjud muammolarni joyida hal etish hamda
hosildorlikni oshirish bo'yicha manzilli tavsiyalar berdi. Ta'kidlash o'rinli, ayni shu kabi seminarlar boshqa hududlarda ham tashkil etilib, zamonaviy paxtachilikda agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida va sifatli amalga oshirishning muhim jihatlari muhokama qilinib, davlat sharoitida amaliy tavsiyalar berildi. Hosildorlikni oshirish, fermer va mutaxassislar o'rtasida hamkorlik, mas'uliyat hamda ijro intizomini kuchaytirish yuzasidan mas'ullarga tegishli vazifalar yuklatildi. Bundan tashqari Ibrohim Abdurahmonov Ishtixon tumanidagi Quvnoq bolalar sog'lomlashtirish oromgohi faoliyati bilan ham yaqindan tanishdi. Vazir oromgohdagi yashash xonalari, oshxona, tibbiyot punkti va sport maydonchalarida yaratilgan sharoitlarni ko'zdan kechirdi. Bolalar uchun tashkil etilgan ovqatlanish, sog'lomlashtirish, xavfsizlik va mazmunli hordiq chiqarish jarayonlari bilan tanishdi. Vazir bu yerda bolalar bilan samimiy suhbat qurib, ularning orzulari va qiziqishlari haqida muloqot qildi. Shuningdek, bolalar o'rtasida o'tkazilayotgan sport musobaqalari hamda ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarni kuzatib, yosh avlod uchun yaratilayotgan sharoitlarni yuqori baholadi. Shu yerning o'zida u Xitoyning yirik kompaniyalar guruhi vakili tadbirkor Hi Ming bilan ham muloqot qildi. Suhbat chog'ida Samarqand viloyatida yetishtirilayotgan mevalarni zamonaviy texnologiyalar asosida quritish, qadoqlash va eksport qilishga qaratilgan investitsiya loyihasi taqdim etildi. Shuningdek, Samarqand viloyatida uzumchilikni rivojlantirish, yuqori hosildor va eksportbop uzum navlarini olib kirish hamda ularni mahalliy sharoitga moslashtirish bo'yicha hamkorlik istiqbollari muhokama qilindi va kelgusi rejalar belgilab olindi. Xorazm viloyatining Shovot tumanida O'zbekiston-Daniya hamkorligida zamonaviy ozuqabop qo'shimchalar ishlab chiqarish zavodining qurilishiga start berildi. Tantanali marosimda Qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari, Chorvachilik va yaylov xo'jaligini rivojlantirish agentligi direktori Orif Bo'tayev, Daniyaning Villofos Group kompaniyasi vakillari, Paranda sanoat uyushmasi rahbariyati, Xorazm viloyati va Shovot tumani hokimligi mas'ullari, fermerlar, investorlar hamda soha mutaxassislari ishtirok etdi. Paranda Investment korxonasi va Daniyaning DLG Villofos Group kompaniyasi hamkorligida amalga oshirilayotgan loyiha doirasida yillik quvvati 2000 tonna bo'lgan zamonaviy korxona barpo etiladi. Korxonaga Germaniyaning Wagner kompaniyasi texnologiya va uskunalari o'rnatiladi. Loyihaning amalga oshirilishi natijasida mamlakatimizda Permix ishlab chiqarish bo'yicha mahalliy quvvatlar shakllantiriladi. Import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarish kengayadi hamda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va Afg'oniston bozorlariga eksport qilish imkoniyatlari yaratiladi. Qishloq xo'jaligi vaziri Ibrohim Abdurahmonov Pokistonning sut chorvachiligi va sut mahsulotlari ishlab chiqarish sohasida faoliyat yurituvchi Go Group kompaniyasi bosh ijrochi direktori Dur Muhammad Ayub boshchiligidagi delegatsiya bilan uchrashdi. Muloqot davomida Go Group kompaniyasi O'zbekistonda chorvachilik va go'sht mahsulotlari ishlab chiqarish bo'yicha to'liq siklli zamonaviy kompleks tashkil etish rejalarini taqdim etdi. Loyiha doirasida naslchilik, boqish, yem-xashak ishlab chiqarish, so'yish va go'shtni qayta ishlash jarayonlarini qamrab olgan yirik majmua barpo etish ko'zda tutilgan. Kompaniya vakillari O'zbekistonni Fors ko'rfazi davlatlari uchun go'sht mahsulotlari yetkazib berish bazasi, shuningdek, MDH va Xitoy bozorlariga chiqish uchun strategik logistika markazi sifatida baholashlarini ta'kidladilar. Shu bilan birga kartoshka va sabzavot mahsulotlarini qadoqlash, qayta ishlash hamda urug'chilik sohasida qo'shma ilmiy tadqiqot loyihalarini amalga oshirishga qiziqish bildirildi. Yakunda esa loyihalarni tizimli amalga oshirish bo'yicha kelishuvga erishildi. Qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari Qahramon Yo'ldashev boshchiligidagi delegatsiya Gruziyaga tashrif buyurib, Tbilisi shahrida tashkil etilgan Gruziya-O'zbekiston biznes forumida ishtirok etdi. Tadbirda O'zbekistonning investitsiyaviy salohiyati, mamlakatdagi biznes muhiti, xorijiy investorlar uchun yaratilgan qulay sharoitlar hamda davlat tomonidan taqdim etilayotgan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari taqdim etildi. Ayniqsa qishloq xo'jaligi, elektrotexnika, qurilish materiallari sanoati hamda to'qimachilik yo'nalishlarida hamkorlikni kengaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Yakunda esa qishloq xo'jaligi sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan ikki muhim hujjat imzolandi. Shuningdek, tashrif davomida Qahramon Yo'ldashev Gruziya iqtisodiyot va barqaror rivojlanish vaziri Maryam Kivrivishvili
Gruziya qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari Lasha Daledze hamda Nutrimax kompaniyasi kuzatuv kengashi raisi Beka Bekaya bilan uchrashuv o'tkazdi. Muzokaralarda ikki davlat o'rtasida agrar sohadagi hamkorlikni kengaytirish va investitsiyaviy loyihalarni amalga oshirish masalalari muhokama qilindi. Kelgusidagi hamkorlik yo'nalishlari bo'yicha amaliy qadamlar kelishib olindi. Shuningdek, unda O'zbekistonda baliqchilik va chorvachilik uchun yem va ozuqa ishlab chiqarish bo'yicha investitsiya loyihalarini amalga oshirish masalasi ko'rib chiqildi. Bundan tashqari uzumchilik, vinochilik, zaytunchilik, yer degradatsiyasiga qarshi kurashish hamda suv resurslarini boshqarishni raqamlashtirish yo'nalishlarida o'zaro hamkorlikni rivojlantirish masalalari ko'rib chiqildi. Muloqot yakunida esa O'zbekiston va Gruziya qishloq xo'jaligi vazirliklari o'rtasida qo'shma ishchi guruh tashkil etish hamda uning birinchi yig'ilishini O'zbekistonda o'tkazish bo'yicha dastlabki kelishuvlarga erishildi. Qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari Akmal Qosimov Buxoro viloyatida kartoshkachilik yo'nalishida amalga oshirilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishdi. Dastlab Romitan tumani Varaxsho uzum klasterida kartoshka zaxirasini shakllantirish, hosilni yig'ib olish hamda uni zamonaviy omborlarga joylashtirish jarayonlari ko'zdan kechirildi. Shuningdek, Buxoro tumani Panji Fayzobod fermer xo'jaligi hamda Qo'chqor Bobo zamini fermer xo'jaligida kartoshka hosilini yetishtirish ishlari, yig'ilgan mahsulotni omborlarga joylashtirish va saqlash infratuzilmasi holati o'rganildi. Tashrif davomida kartoshkachilikda urug'lik bazasini mustahkamlash, hosil yo'qotishlarini kamaytirish hamda ichki bozorni barqaror mahsulot bilan ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar muhokama qilindi. Yakunda Akmal Qosimov hududlarda kartoshkachilik zanjirini yanada takomillashtirish, saqlash quvvatlarini oshirish va ta'minot tizimini samarali boshqarish bo'yicha tegishli tavsiyalar berdi. Qishloq xo'jaligi vaziri o'rinbosari Jamshid Abduzuhurov Janubiy Koreyaning Cheju baliqchilik va akvakultura kooperativi raisi Han Yon-sun boshchiligidagi delegatsiya bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuvda O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasida baliqchilik va akvakultura sohasidagi hamkorlikning bugungi holati, uni yanada rivojlantirish istiqbollari hamda qo'shma investitsiya va innovatsion loyihalarni amalga oshirish masalalari muhokama qilindi. Koreya tomoni Cheju provinsiyasidagi zamonaviy akvakultura tizimi, ilmiy tadqiqot infratuzilmasi, xavfsiz oziq-ovqat ishlab chiqarish standartlari, eksport logistikasi hamda yer ustidagi dengiz suvi akvakulturasi texnologiyasi bo'yicha taqdimot o'tkazdi. Shuningdek, kooperativning yiliga 10 ming tonna dengiz mahsulotlari ishlab chiqarishi va mahsulotlarni Yaponiya, AQSh, Kanada, Vyetnam va boshqa mamlakatlarga eksport qilishi haqida ma'lumot berildi. Yakunda esa tomonlar texnologiyalar transferi, ilmiy almashinuv, investitsiyalarni jalb qilish va qo'shma loyihalarni amalga oshirish bo'yicha hamkorlikni yanada faollashtirishga tayyor ekanliklarini bildirdilar. Bizda hozircha shular. Tarmoqdagi rasmiy sahifalarimizga obuna bo'ling, yangilik va ma'lumotlarni yaqinlaringiz bilan bo'lishing. Eng asosiysi bizni kuzatishda davom eting. Ko'rishguncha.